Yalan et çay. Mollu Zeydin seley çakan. Çayxana kirmeyelim abi. Samkamdan çakçakları. Hamsey uludu. Mollu Zeydin seley çakan. Samkamdan Rasteysi. çakçakları. Ha, qani mehmonlar, çayga beqinglar. Ha, çaychilar. Oho, qaranglar. Bugun menen çayxonam qizilgullar ichilib ketdi-ku. Qani mehmonlar. Lala güllaring ha? Lala gullar ichilib ketdi. Xo'sh, mehmonlar. Ha, çaylanlar. Çaylar fikrim. Qani mehmonlar. Adaş manam qara. Nima bo'pti adash? Moy cho'lpon endi to'y qildik. Adash qiziq kelsa cho'lponlar odam desa, endi to'y qilsa nima bo'pti? Men demoqchi bo'ldim, qara, men kichik vaqtimda mushinchilikdek bu odam hozirg'ish to'y qilmayman jurganda. Qiziq kelsa adash cho'lpon bo'lsa-mu qara sharoit pishib ketilganda qildi to'y deganni. Ortiq ishlar qilish nima qilsa adash? Ish qilib mush odamning hozirg'ish to'y qilmay jurgani bog'i mening ideyarimdan faqat o'tmaydi. Qiziq kelsa adash bu dunyoda hamma odam sening ideyaring bo'yicha yashamaydi. Bundaq ishlar ko'ngilda pishigicha o'zingning g'amini qilganda yilmi 30 40 ketding adash. Men endi 30 ga kirdim texi. Ish qilib mush cho'lpondek bo'g'ichi bir qaytam to'y qilsam bo'ldi-ku. Ha, bo'ldi. Qara, hozir biz buni chamrak chiqiramiz. Oda chamrak chiqirib deganda Menga cho'z chiqamadi. bu cho'lpon to'y qilgan desam bek oti yo'q qoldi. Uningdan ma cho'lponning ikkinchi qaytamda to'y deydigan bo'lsa, menga kelib ketadigan pingildan yuraklar odash. Adash nima deydigansa, o'zing xohlagancha to'y qilmagan bir odamni ikkinchi qaytam to'y deb chiqarsam qanday bo'ldi? Qat'iy bo'lmaydi adash. Hargiz undaq Bu yerni nima qilmaydi? Qat'iy bo'lmaydi menimcha. Hargiz. Qara. O salonchilar bor-ku, helaqa ko'ni kitob, jumur bilan saqlanib qolgan cho'lponlarning burun rasmlarini saqlab chamraklarga chiqarib degan. Bu cho'lponning turmush suratlari oshkorlandi, deydi ekan. Onandikin bir cho'lponlarga to'ylarga berib qolsam ko'rgansa, naqsh etib usul o'ynab disko qilib qo'ysa degan. Bu cho'lpon naqsh ustigan, disko ustigan, donliq usul ekan deb chiqaraydi degan-ku. Men qilsam nima bo'ldi? Voy, ishim bo'lmaydi. Qat'iy bo'lmaydi adash menimcha bo'lsa. Voy, ishim bo'lmaydi. Hey. Gülram. Bayatınızı, çıkınların gibini anlap durdu. Dostunuz doğru etdi. Burun bu gaybetini ağzımızda deydiğen, hazır hem de terakki kılıp ündidar deydiğen bu piçlerde. Mötöraka. Hoş. Eliqi Mümin Cablıkimninki gep boluptu mahallede, gep boluptu deydiğen bir naqşı var o. Endi bu gep ündidar bo'lib turibdi-da endi. Shundaymi? Ish qilib qayerda bo'lsin, mayli undidarda bo'lsin, mayli bo'lsin, bu g'aybat degan narsani zodi qiladigan narsa emas-ku. Bu g'aybat qilmanglar bo'ladi bu. Voy Odilga, rasma çayxonaliklarning oldida bek satturdi ekan. Kechiring. Men shu undidardikilarni o'zimga jalb qilay deb, bunda qiziqchilik qilib chiqaray degandim. Kechiring, men bundan ekan diqqat qilay. Ma gittim joyda olibka. Hamda bayatni yoq davotsizlar. Ha? Qarab turib, tunji to'yni qilmagan, to'y qilib tamsil etgan bir balni ikkinchi to'yi deb shunday g'aybat qilsanglar. Bu taqab ketsa, qarshirab anglab qolsa qanday bo'ldi? O tuniydigan bo'lsa-ku maylamdi uning ishonmaydi chaqchaq endi. Tunimaydiganlar uchun buning ishini, ham buni to'yi qarab turib buzilib ketsa, kimga foyda, kimga ziyon? Shu emas. To'g'ri aka, to'g'ri. Men deyman Mötöraka. Ha. Moshundaq odamlar gap topqichi pul topsunmam deganda, g'aybat qilqichi emgak qilsunmam deganda, To'g'ri. o'sak so'z taqatqichmada ilg'or iddia taqatsunmam deganda deyman-da aka. Voy qo'ram. Obdurdan qara, rasmiy terikibdim o. Paylasoplarda shu so'z ketdi. Ya undami deb ketmam, mana deb qo'ydim, demisimi rostqo? Ras degan. Demisimi bag'o. Mush yaqindan beri, mush undidarda, eliqi do'stlar chamberga deb qo'yamdi. Men bu ancha o'ynab ketmayman uni. Shuni bir mo'j gap taqtiran bo'lyapti. Nima deydi desanglar? Cho'lponga uch xat. Shunami? Anadikin voy paloni shirkat vayron bo'pti. Hozir u hamkorlashib vakolatchilar uning sotqa az qilib tutdimish. Mishmish degan yer bor. Uningdan keyin undidarda savdo qilib bek biyib ketdimish. Voy bu qonunsizmish deganda gaplarcha. Ey bu qiziq gap bo'ldi deyman. Bu jamiyatimizda ajoyib insonlar bor ekan. Bir odamning noyat qonunliq, pak o'zining emgak ajri bilan
bir savdo qilib bekitib bas uni ko'rolmay mushundaq o'sak so'zlarni taqib korxonalarning taraqqiyotiga ta'sir yetkazadigan bir qism sapasiz odamlar bor ekan. Shundaqmi? Ras aka. Assalomu alaykum Chayxon ahli. Demisum hozir turdi shunga o'xshash o'sak paranglar bek ko'p tarqilyotdi. Yaxshi parang bo'sug'atlabdi degicha, yomon parang tag'atlab ketadigan nurg'un odamlarningki diqqatini qo'zg'aydigan ahvollar bo'lyotdi. Meningcha bu vaqtda bundan keyin vaqtimizni bunday ishlar isrof qilmasak. Men bir o'quvchi, o'zim oliy maktabda o'qiyman. Maktabda o'qish jarayonimda egilik tikilgan. Egilik tiklab o'ziniki markasini tunutib, bir markani boshqalarninki shunday bir narsa batdi degan yerga akab berish uchunmi bu odamlar ko'p jabr jafolarni tatiydi, intayin ko'p ajrlarni so'ndirdi. Shunlashqa biz amal boshqalarni qo'llab turaylik. Agar qo'llayolmagan taqdirimizdami boshqalar to'g'risida fikr yurgizmay, o'zimizning ishini yaxshi qilsak deb qarayman. To'g'ri. Ay, aşında adamını tutuvarsam aka aşıp. Ay. Bunday deyman o. Men buni tutib oladigan bo'lsam, shu Ishlasam qanday qildinglar? Ay yok aka işleme. Tabii kızlık yumurtunu bir çıkkın aytıp versem bir kıldırıp versem. shuni o'zgartmoqchi ekan. Men mana shunday odamni tutib olsam, shu og'ziga qiziq choy quyib, og'zining tilini ko'ydirib versam deyman. Ay. Rahmat. Niyetinglar to'g'ri, lekin bunchilar ketishingmi hojat yo'q. Hozir bu to'r supurlarni bu boshqurdan qonunlar bor. Shunday qo'yman, ha? Buningda sizlar xotirjam bo'linglar. Chiqib bularmi tegishli jazosini yedi. O'tni kim tutsa, shuning qo'li kuydi. Shunday. Shundaqmi? Şu aka şu. Voy. Obdığın yufkam. Ya aka. Navat yotamsa ya. Kamput. Kamput? Endi cho'ng bo'lyapti emasmi? Voy, nimada kampsayda qoldi? Yok aka ma yakından beri sizden mi haberiniz var mı? Koşakçı olup gidip barmaya karamam. Ma koşakçı olup gitkendim beri ma gellerim kurup. Aş gelim degen kurup bir yandan çay içime yana paydası bulmaydı şunu bana ma bebelerinin kempiti de kempit çıktı ki aşını yavatım ben ko. Voy, men tege shu Karışma şu. Künde ayalım ettigende öyle kempit yapıp oturup ne mi kılavatsa sen bebelerinin kempit çıktı kendi. Siz aş kempit satılgan kız şu ma? Bizniki bu bibilarla kempit emas. Bu talabazır sitildigan ya kichik bola yedigan kempit bo'lmasdan Uyg'ur tibobatniki 20 xil materialni asos qilib ishlab chiqargan sog'lomlik ozuqlik mahsuloti. Voy, akagina ko'rib boqay. Mana aka. Voy, bu qandaqsi kampit bu? Kampit emas-ku bu ukam. Yo'q. Voy, savirdi ukam. Ha? Bu men Abdığının nimanda künün ruhluq bulab, şiraylı qılab, yüzleri paqrab, çaşları vaqrab bunun ki. Moşunda to'y qilmagan yigitlar ko'p ketkinsam, asli halollar niye kelmasin bu? Ha, xonlarda ko'p ketdi o'zimi? Ukam, mani bir mayya. Ha, bo'pti aka siz ham. Mani yesangiz ham de uyqungiz yaxshilanib ketib qolsa hech gap emas aka. Undaqsa texim yeyib bunu. Mötver aka. Xo'sh. Biz bayatdan beri gap bilan bo'lib ketib, ma choyxonamizning so'g'isini unutib qoldik. So'g'isini bir berib o'tamdik. Bu shunda bir ishlim bor-da. Hatta shu So'g'atni bermayman Ha, sen. shu so'g'i degan. Mana so'g'i aka. Ay qizlar, nimalarni yo'llayapsizlar? Ay biz mana ertadagi choyni nari qilamiz. Ay kelakatda nari chiqib o'ynaymiz. Nani to'qi qo'rdiq o'xshaydi deganki mazmunda narsalarni yo'llab yiqinglar bunda. Uning bosh tutib ketgan, buning bosh tutib ketgan deb yo'llab bergansizlar odamning ichini siqib. Ya balla. 40 tek adam var ma topda. Melli gap qilamdim deyman. Voy. Qani to'qitma video avvalga og'inimiz qani. Gap qilanimiz salgan ketdi. Ay. Voy. Kayfiyatınız ne olğusuzlarmı? Voy nol olmamdı. Ma bizning to'piqchi qarang, nadi kirib qoldiki, ma bir ishga otib. Yili uning boshi yutib ketdi, buning boshi kuyib ketdi deb doim yo'q narsalarni yo'llab, ma 180 ketayotgan kayfiyatimizni nolni qilib qo'yotdi qarang. Sizlardan ben mi açtı aktifler? Ha, sizlardan bormi? Voy, ma bizning topda 2-3 avangard bor degan paydo bo'lib qoldi yaqindan ya. Endi birsini kasal yo'qlaymiz deydi. Endi birsiga bir qon taqdim qilamiz deydi. Voy. Bir kuni bir jidal tereyman o'sha topda. Mana men qarab o'tirdi juma shu. Ay, men tillibli yetayim ketyapman qarang. Ay, bo'lmas bizda
Saran adam barmı bir moç vaqtını ısrar qilib bir moç adam bir yig'ib o'tirdigan. Bunda o'ng'ir mung'ishib o'zimizning gap so'zni qilib olamizmikin deb vatvatlar to'pi deb qo'ygan buning ismini. Mushbur bilan kirib bilan ismini nim deb o'zgartirishni bilmadim. O'zgartmalar. Vatvatlar to'piga loyiqli to'pog'i men bilaman qara. Shu bu to'pog'larga faqat ko'z tegmasin. Ay vatildab turadigan zuvon o'laqmi? Faqat ko'z tegmasin juma. Ey, bolalar, qaqsa tugamaydi degina. Mamdoq. Aras. O'tib qoptimna. Chira. Qolgan gapni yashab ber. Voy. To'xta. Men kiyimimni almashtira olaychimi? Ey, almashtiravramsan deyman. Nimada pul kiyim almashtirish bor? Almashtumsa, ag'iningizning ayoli chiroyli kiyinib, eliq to'mirtasaklarni otib chiqsa, xijilib qolasiz. Ey, sarıgan gitay. Sen qachon uning kayni qilib baqqan o'ylab baqa. Burun maqamidan, hozir maqammayman. Bundan keyinchi texnik maqammayman. Saqlab turingchimi? Ma'qul, bola chaqqan. Vay. Ama şey pişman kitap bırakmasın. Benim biri. Ama haqsiz bizdek oktib emas. Ko'rdingiz bu kepigini qisdan kelmay turib oldidan qachon a? Ijroga ketamiz. To'xta. Kep qo'yib ketamsan. Birdan o'tiribsa qilib chiqib qolar. Shunda olsam talab saqlaylik. Mala kirib bo'lgandan keyin kiraylik. Eshilishni qanday bularni bir bildirib qo'yaylik. Shunda qilandik ya. Ishtaqimiz shunimi? To'xtara. Kichik va'da qilmaydi bu. 10 minut saqlaydi. Kamiz ketmamdi. Voy, bo'lmishmish. Endi 10 minut saqlaymiz a. Men artıq turib o'tirdim ancha. Kichik. Talat saqlaganda mishal saqlamay yaxshi emasmi? Shundoq bo'lgan bular. Endi tarda nima ishlab bo'layotdi? Qarab ichib boqimiz. Unda to'r oslamaydi. Ya vallahi gap qilinglar, birdan bo'lishidi. Ey, tuzuqqa, tumshuqqa, o'rdakni tumshuqqa qilmay tuzib tushar. Qaysi rasmga qilsa, mushunda tushib ketsa, voy. Voy, jim o'tiring a. Nima chiroq chiqdi? Hay, ikkilanib, rasmimiz. Ikkilan. Tuzuq, tumshuq ushlama. Voy, sizmi ushlang a? Yo'q. Voy, yo'g'on dadashlar chiqib degansiz. Umoq chiqamiz a. Voy. Marasım qarang, bekchiroq chiqdi. Do'stcha bir kek chiqib ketaychi, yo'ldishim bilan bayram o'tkazib ketdingiz. Qilmaydigan qiliqinglar yo'q ekan. Yegan, ishgan, o'tdagan, qopqanning hammani udilliq to'rga yo'llab turdi ekansizlar. Nada nima ish qilyapsa deb yo'qlab qolgan odamlarga Yo'qlab qilgan adam bor. Agar biz kunda o'ynaganda chiqolmaydigan bo'lsak, ishchi yomonlar uyda zerikib o'tirib ketibdi. Yolg'iz qilgan ish topolmabdi deb, va ko'ngillar qo'shilib yuraklar itilib ketadi. Shuning uchun chiqib turishimiz kerak. Qanday qilsa qilamsa. Voy, majidalning oxiri qachon tugaydi? Yangi jidalmika? Nada yemi soldi. Eliqa ayrimxonda disk o'yindan bir videosi tarqib ketgan ayollar bor, o'shani istedi. Ya bu tugimida ya bunun jidalda zerikmaydigan taqib qo'yibdi. Un taqatimiz nim taqdi? Ashta jidal majralarni ana qiziydigan undidar degan. Deganing rost hamda lekin baqo qarama boshda qiziq tuyulgani ular albatta emas odamki bezorib qolgan deyman. Nimda to'r osta meni. Voy, shu mening to'r bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldik. Qandiraqda ta'minlar yaxshimasizlarmi? O'tir. Ana yaxshimi? Bek saqlatdik ha. Shu bizmi oda shu. Yo'q. Biz buni oldin markatda. Shunda. Biz shu sizlar saqlatib deb hijil bo'lib olamiz. Yo'q, bek ortiq o'ynayapsan adash. Biz buni oldin markatda. Unda bo'lsa, Muloziya, tomoq tizimlikni kirana. Ya nimada to'r ostami yana adash? Ya bu Wi-Fi paypalar yo'qmi bu yana? Voy, shu men undidan ochamanmi? To'g'ri adash, bu yerda to'r haqiqatan bek osta. Simsiz to'r nima texi bo'lmagan. Men shu alaydan nishan tanlagan. Bu nima qilgan adash? Voyjon, endi bu undidan ichilmasa, bu yerda o'tirma. O'tiramaydi men bu. Voy adash, shu biz hammamiz telefon kirish kelsak, param bo'lmaydi ekan va yig'ilishimiz ahamiyatli bo'lmaydi ekan. Shu biz atayib qolgan a bardamjani. Bu yana tamoqlovchi shunda o'xshaydi. Bu yutumishlar yaxshi adash. Hey adash, men yaqindan yaxshima undidan moda tutpaqaylik jidallardan xabarim bordi. Hozir texnik qizib ketbardi deyna. Birdan oshmasaqni qiziqmas bo'lgan o'tib sizga. Umuman chiqargan tomoqlarni rasm tortib yo'llamgan tursa. Ya adash, bu pechat rasmda 4-5 parcha tushib,
Bak to'g'ri e'lon qilib o'zimiz haqida ma'lum qilyapti. Qanday ki bu qolgan gapni desak bo'ladi qo'yda. Adaş. Seningcha o'sha yeyotgan yemak ichmaklarimizni rasmga tortib to'g'ri chiqishniki, haqi ko'z qilishniki zaruriyati bormi? Seningcha bunday ahmiyati bormi? O'ylab baq. Bizning yeyotganmiz tomoqlarimizni yemayotgan nurg'unlar qarindoshlarimiz bor. Biz nima ish shularni o'ylamaymiz? Sizchi bo'lsa, biz hech nima yemay, osh o'tda saqladik ekanda. Bak to'g'ri dedim Jumadaş. Mötver aka. Boş. Bugün bizning çayxanamızda acayip isil kattı paranlar buldu. Bunda qarasam bizning odalimizda mana bizning yumur çaqçaqçı yigitlerimiz mi oturuptu. Bularning bir paranlarını mı anlap bakmam da? Vay anlap bakalım şurada mı? Kadar merhamet. Assalamu alaykum çayxana ehli. Aleyküm Mыңланың hozirga men bir qancha yumur qilib beray. Bir ag'inam qatnash hodisasi bilan mush bir qo'ldan og'irlib kelib, qansirab ketib, ag'inamga qon soldi-da endi. Qon sep. Keyin yaxshi bo'lib chiqib, bir kuni uyda o'tirsam, uyga chiqib, mamla paranqa o'tirib degan bir millionning gaplarni qilyapti-da. Bu odatda bir yo'q so'z ayildi cho'ng'gan ag'inam bu. Millionning gapini qilyapti-da bu. Jo'zda dadam bor, tamoq yeyapmiz. Adaşma 1 milyon fulus beriptir-a. Ish kechib berayotdim deydi. Xudo qarayma. Qanday adaş berib tura olamsiz, uni buni deydi. Ash dadamning qizi, "Balam, bu ag'inanga xo'jayinning qinin sep qo'ymaganda" deydi. Ana zaman qayniq yesdan endi bizning saralarda hammalar bilsizlar, endi bir at bilan o'g'loq tatadigan bir ishlar bor-da. Bizden meldim şu oğlak tatışıp gitti, evcip gitti, emmeli atılıp gitti. Anğıça ben dadamı dedim ki, ya dada, emmisi at ba, emmisi oğlak tatıp atıdı. Man bir at ipere dadam, ben minip bir oğlak tatbakayım ben. Dedim, boldu balam de bir at ipedi. Yak atını minip çıkıp, maçtağlı oğlak kolumunu sunuşum, ah nersiden ürküp, pərtli kaçırdı. Yana tat ekip yan oğlak kolumunu sınayıl dişim ki, pərtli kaçırdı. Anğıça, Keşke öyle gibi dadam dedim. Vay dada bu yok daylı bu at ne bu ah nersiden ürkiydik ya bu at. Ah nersiden yeni kâgi mi bulmaydı bu at lan. Ürkiydik ya bu seti daylı dada bu at ne etsem. Balam emis bu atın kışın gün talak açıkın bulmaydı iken dedi. Ya ümlerden çümölü bilen bir pil muhabbetleşip kaptık. Bir gün çümele bir desep, iki desep nait teste pilini işigaylık gibi vaqırap kaptık. Spinur! Spinur! Barına çıkıttım vakırgan diken. Bu pılniki apis çıkıptı o. Bu yakarsım işkim yok, bu yakarsım işkim yok. Bir yel, Spinur! Da karsa bir çümülki. Nime? Ana Spinur bağ mı yok mu uyda? Yok abi çapsiki süt ketti. Kes dep koyunga bir qara o'rug'roq bir bal izlab kelibdi kedi. Bizning bir qo'shnimiz bor, men qiziqchi o'zim qiziq gap qildi. Ma bag'varan deganda bu cho'rildirib bir tammi yo'q, hamma ang'irqay o'chiq, bu qo'rshaqliq temimi yo'q, katta darvoza yutibdi-da bu. Tammi yo'q hech narsa. Bunim da deb qoldim ham ko'yinib şimdi. Ya aka, bu hamma yerin ang'irqay o'chiq. Bu tammi yo'q, bu darvozni nima uchun aldirab ketgansa aka desam, uka o'g'ir degan darvozdan kirdik emasmi dedi. Assalomu alaykum. Bizning Xinjiang Hakim Uyg'ur dorigarlik chekli shirkati bo'lsa, Uyg'ur tibobat mahsulotini asos qilamiz. Uyg'ur tibobat xam qurishlar, xam materiallar orqali ishkir o'lkalardagi ilg'or zavodlar bilan hamkorlashib, mahsulot ishlab chiqarishni birga qilgan shirkat. Shirkatimiz hozir ishlab chiqarayotgan mahsulotlardan shunda undidor tor savdosini asos qilib ishlab chiqarib setyapmiz. Shirkatimiz ishlab chiqargan mahsulotlar vakolatchilarning va xalqimizning qizg'in qo'llashiga va e'tirof qilishiga yaxshi baholarga erishyapti. Nəhayət yaxşı gap oldu. Sizlər şikirdəki ilğar karxanlarla həmkarlaşıb bu məhsullarını çıxırıbsızlar. Torda situasiyasılar. Muşu jarayonda sizlərlə qanday qiyinchiliklarga duch kelyapsizlar? Hozir bizning mahsulotimizning sotishi nihoyat yaxshi. Hozircha bizga shu tor
sodası bo'lgandan keyin yaxshi paranglar 1 yil 2 yil taqsa yomon paranglar 1 kunda ham taqilib ketadi ekan. Shu hozircha bir turkum ba'zan bir shu ko'rinmaydigan ba'zan bir odamlar kaynimizdan yomon gap qildigan mushta ahvollar sal ig'ir, lekin asosiyatdan yaxshi hozir. Demek bayatın şu ündidar süpsida yoki bo'lmasa do'stlar chambarikida g'aybat qilish yoki bo'lmasa ularning aqida o'sak so'zlarni so'zlash to'g'riliq qilib bu mashg'ulotga kelib to'xtadik. Demak, demisimi rost hozir shu jamiyatimizda nihoyatda ko'p bunday ishlar. Yaxshi ish qilmoq ancha o'ng'ay emas. Yomon bo'lmoq birdamlik. Demak, biz bo'libmi milliy korxonlar hozir hukumatimizningki nihoyatda to'g'ri yetakchiligida Şinjanning bir balvoq bir yo'l strategiyasi bilan nihoyatda tez taraqqiy qilib milliy egiligimizni taraqqiy qilyapti. Mushunga aytib bizning milliy korxonalarimiz ham ko'payyapti, ham sifatlari kundan kuniga nihoyatda sifatli bo'lib davlatimizning ham xalqaro tunilib setilyapti. Mushundaq vaqtida bular bu musofirni biz jarayonda bularning isning tutunning ochiqini mo'ri bilgandek bu datni bular biladi. Birisi ishlab chiqarish, ikkinchisi uni tunutish, ani uni bir markaga aylantirish, anandan keyin chegara atlab chiqib xalqaro tunutish uchun nurg'un musobaqa ketadi. Mushundaq ajrlarni qotqanchada ba'zi bir mushunaq qilib sapasiz kishilar uni oqidan o'sak so'zlarni qildigan. Ani uniga andaq mandaq deb nom shöhratlarni berib qo'ydigan o'zicha. Bilsangiz, siz qobiliyatingiz qilmamsa o'zing. Sen o'zing qilolmaysan. Haqni qilg'ini ko'ramaysa, uningga to'sqinlik qilsa, menimcha bu axloqqa yetmaydi. To'g'ri. Bundan keyin endi bizning demoqchi bo'lganimiz bo'lsa, biz mushundaq milliy korxonalarimizni qo'llaydigan, quvvatlaydigan bo'lsa, biz o'zimizniki, hozir bizniki Şinjanniki mahsulotlarimiz dunyoga danqivan. Mayli yemeklikimiz bo'lsin, suyimiz bo'lsin, havo bo'lsin, bizning bir qadar davlat ichida eng sap narsalar bizning shu Şinjan taraflarida biroz tapqini bo'ladi. Mushunaq ahvollar bizniki ishlab chiqarayotgan yemekliklarimiz nihoyatda ishonchli. Endi sizlar korxonalar nurg'unlagan xam materiallarni ishkirga ilg'or texnika, hatto chet ellik zavodlarni birlashib ishlab buni nihoyatda yuqori sifatli, unumi tez bo'ladigan mundaq mahsulot ishlab chiqarsanglar, o'zimizning narsani qadrini bilmaydigan, yiroqdagi narsani undan nihoyatda ulug'laydigan, uni nihoyatda cho'ng bilib ketadigan mushunaq bir xosh bir xato ko'z qarash bor bizda. Asli yaxshi narsa atrofimizda. Chiroqda qarang'i deb o'zimizning yaxshi narsani bilmayapmiz. Endi bu narsalar mahsulot nihoyatda obdan deb angladik. Bizning Abdug'ani inimiz buning o'yliklari bilan tang iste'mol qilibdi. Buning chiroyli bo'lib ketsa mana isbot. Endi bundan keyin korxonalarning texnik ro'naq tepishini umid qilamiz. Lekin bir yurak so'zimiz adam hayot musobaqasida nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchraydi. Bu qiyinchiliklarning birisi mushunaq to'salg'ular. Mayli o ishlab chiqarishga to'salg'i bo'lsin, xalqning o'sak so'zlari bo'lsin, mayli uning nimasi bo'lsin, o biz baribir o bizning yo'limizni to'samaydi. Karvon o'zining yo'lida mangayverdi. Haqiqat egilidi, sunmaydi. Sizlarning bundan keyin texnik g'alib qilib, insoniyat uchun yaxshi bir mo'jizalarni yaratishinglarni chin ko'nglimdan arzu qilaman. Rahmat, nəhayət esil gəplər bolundu, mana esil paranlar boldu, külkü çaqçaqlar mı boldu. Menəcə mihmallarımız mı da, qarsam, naxşılarını mı da, tanışığız bada qıldı. Şunu deyimə. Qada qılımız, Abdullah. Ro'yicatga uzuqma eng foyda qilgan so'zmi? Undan bir naxsh anglab baqamda? Anglaylar. Anglab baqinglar.
arminim yoktu. Yadım teriyim bu yarey, bilsem arminim aktır bir elgiyim, aktır yarey, bilip ramçiye girem baktı. Ramçiye kör eynadan yarey, derdinge dava. Ramçiye kör eynadan yarey, bu derdinge dava. Ayağımda mada yok, ayarey, ellerim almay oynayır. Minin güler günüm şunda yarey, mümkündün yamalay. Minin güler günüm şunda yarey, mümkündün yamalay. Oyunu ağlı ay diyem yarey, ben babam yadim. Mahsulotniki davlat o'lchimi bor deymi? O'lcham nayt qattiqqa. Mush to'g'riliq bir ikkingiz bir gap anglab boqqan bo'lsak, mush o'lchimini bir qo'yalla. Beka qalaymagan bir narsalar ichib olmayli bozorni ilib. Bo'ldi, Adilkan ayet yaxshi gap qildingiz. Assalomu alaykum, choyxona ahli. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Oldi bilan bu mahsulotni ishlab chiqargan shirkatning ismidan chiqib turdiki, Hakim Uyg'ur dorigarligi deydigan. Mush ismdan ko'rib olgan bo'ldiki, bu shirkat Uyg'ur tibobat mahsulotlarini tovarlashtirishni maqsad qilgan shirkat. Ondan bu mahsulotni setib chiqargan shirkat Lala shirkati. Bu ikki o'rtasida intayin cho'nqur hamkorlik munosabati bor. Shu bizning oydinlashtirilishga ham ulgu qilishga tegishli yerimiz. Mushu karxatchilik sohasidami ko'p bo'ladi, mushu milliy korxonalar hamkorlashamaydi, bularda hamkorlik yo'q deb. Men bir yildan beri bularningki ishlariga diqqat qilaylik. Manga intayin cho'nqur ta'sir qiladigan ishlardan birisi bular o'tirsidagi hamkorlikning cho'nqurligi ham saviyasining yuqoriligi. Ya'ni bu mushu Hakim shirkati mush mahsulotni ishlab chiqarish va buning rasmiyat o'tganlariga mas'ul. Lala shirkati setib chiqarish va bozor ichish, sotuvchilarni tarbiyalash, mush jihatda hamkorlashchilik bo'ladi. Ish halqasi intayin ikki shirkat. Bularning ish halqasi intayin inchik taqsimlangan. Shu mushu hamkorlik to'g'risida mushlarni ulgu qilishga bo'ldi. Bu birisi. Ikkinchidan bu mahsulotni mushu mahsulot ishlab chiqarib tovarlashtirishda odatda birinchi turdagi korxonalar o'lcham yaratadi, ikkinchi turdagi korxonalar xodim tarbiyalaydi, uchinchi turdagi korxonalar mahsulot ishlaydi deydigan mana bir xalqaro bo'yicha birlikka kelgan bir so'z bor. Endi bu Hakim shirkati bilan Lala shirkatiga diqqat qilgan bo'lsak, Hakim shirkati bu mahsulotni o'zining o'lcham bo'yicha, ya'ni korxonasining o'zining o'lcham bo'yicha o'lchamlashtirib, tovarlashtirib bozorga soldi. Bu korxonani bundoq chiqib aytganda birinchi turdagi, ya'ni o'lcham yaratayotgan korxonalar qatoridan sanashga bo'ldi. Ikkinchidan, bular bu mahsulotlarni tovarlashtirish jarayonida zo'r bir turkum sotuvchilar qo'shini va iste'molchilar qo'shiniga muhtoj. Ham bular mushu o'zining vakolatchilarini tarbiyalash jihatdan bo'lsin, mayli ularning sonini zo'raytirish jihatdan bo'lsin, ko'lam hosil qilish jihatda bular
bir tarixiy palla yaratdi deb qarashga bo'ldi. Shunga ilqi xalqarada moda bo'layotgan ikkinchi turkumdagi korxonalar xodim tarbiyalaydi degan o'lchamgami xil yuqori saviyada tushdi bu korxona. Üçüncüsü hamda bularning mahsulot ishlab chiqarish jihatda hamda mushu Uyg'ur tibobat mahsulotlarini tovarlashtirish uchun odatda korxona o'lchimini turg'izib, shu o'lcham bo'yicha mahsulot ishlab chiqarish kerak. Shunga bularningki bu mahsulotlari bozorga chiqqani 1 yildan o'shiq bo'ldi. Bu mahsulotni bozorlashtirish uchun qatma-qat rasmiyat o'tganlardan, mutaxassislarning tekshirib dalillashlaridan o'tgandan keyin undan keyin buni bozorga sala oladi. Demak bu 1 yilgacha butun Xinjiangda hatto ichki o'lkadagi ba'zi yerlarda setilyotdi bu mahsulot. Bularningki setish usulimi intayin ilg'or. Ya'ni an'anaviy do'konda setish usuli emas, balki hozir moda bo'layotgan torda va undidarda setishni asos qilgan. Bu setish jihatimi, setish usul jihatimi intayin yangilik yaratgan. Shunga bizniki shu korxonchilik sohasidagi 3 o'lchamning 3-chilisiga tushdi. Ham yuqori saviya va palla yaratgan deb qarashga bo'ldi. Anda yana ko'pchilik bilan yana bir narsani o'rtoqlashqim kelyapti. Yaqinda, ya'ni shu 12-oyning 1-kuni Jongi tibobatchilik dorigarlik qonuni deb qonunni e'lon qildi. Bu qonunda biz Uyg'ur tibobatiga o'xshash Jungodagi yerlik tibobatlarga, ya'ni milliy tibobatlarga alohida yo'l ochilgan bir qancha nuqtalar bor. Bunun birinchisi milliy tibobat retseptlarini, ya'ni an'anaviy retseptlarni dora deb tizimga oldigan vaqtda bexatarligiga oid materiallarni tayyor saqlam, ilgirki g'arb tibobatining o'lchami bo'yicha u dorilarni kelinkilik tekshirishdan o'tkazadigan mabosqich qisqarib, milliy tibobat yoki bo'lmasa an'anaviy tibobat sohasidagilarga intayin dag'dam yo'l ochildi. Mayli bu, mayli vaqt jihatdan bo'lsin, mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli ma'mur rasmiyat jihatdan bo'lsin, nurg'unlagan halqalarda foydali siyosatlar o'tirib qo'yildi. Ikkinchidan, shu milliy tibobat sohasidagi ixtisos xodimlarni tarbiyalash jihatda ilgirgidek maktabda o'qib, diplom olib, shu kasbni qilganlar, shu soha bilan shug'ullanishga bo'ldi, boshqalar bo'lsa kirishga bo'lmaydi deydigan belgilanmoqda ilgari. Hozir yangi chiqqan qonunda shu an'anaviy tibobat bilan shug'ullangan varislarni ko'plab yetishtirish, bularga yeshil yo'l hozirlash, ustoz tutib tarbiyalanganlarni shu qatoqqa elib ishni shug'ullanishga ruxsat qildi bu jihatda. Uchinchidan, milliy tibobatning usuli bo'yicha ambulatoriya qurish, davolash o'rinlarini qurish jihatda ilgari rasmiyat elib, tasdiq ijozatnomasi elib, undan keyin tijorat bilan shug'ullansa bo'ladi. Hozir u tasdiq ijozatnomalarini bekor qilib, angal usuli bo'ladigan ma'qul shaklni qo'llandi. Shunga bundan keyin o'sha hakim Uyg'ur dorigarlik cheklik shirkatiga o'xshash milliy tibobatimizni tovarlashtirish uchun kuch chiqarayotgan shirkatlarningki qonuniy asos turg'izildi. Bundan keyin bular bu mahsulotlarni tovarlashtiramiz, ishlab chiqaramiz deydi ekan, iqtisod jihatda, ixtisos egillar jihatda va yoki boshqa qonun jihatda tayinishga bo'ladigan nurg'unlagan yaxshi siyosatlar borliq keldi. Bundan keyin hakim Uyg'ur dorigarligiga o'xshash shu an'anaviy tibobat bilan shug'ullangan korxonalarning kelgusi texnik parlaq. Çayxonada yangraydi qiziq naqsha qo'shoqlar, g'idiqlasam kulmaydi etizliqdagi qo'noqlar. Sen nada bunda qo'shoq o'qiydi qayshi. Uningda g'idiq desang bo'lmadimi deyman. Assalomu alaykum. Hozir ishdan tushdi. Tamoq chiqmaydi. Mana bu ochish qilib bir suyqash qilib qo'yinglar aka. Qaysa uka, men hozir dedim-ku. Men oshpaz bolalar ishdan tushib ketdi. Hozir tamoq chiqmaydi. Canım aka bu etiyeni geç tavsiyede beş çarçap ketdim. Bu keçidi nerede aşkaz deb жүрмө. Unda qilmay bir qıpasincha chiqib tegma. Uka, ish cho'zib kelib o'tasa. Voy. Ya uka. Qo'lingdagi ishni eli qilib bo'ldi. Men mehmonga suiqashtdan birini qilib turinglar.
degan eski kinoya bu. Mushta kino 4-5 soat ishlayapman deyman. Tugab ketdi-da. Ya Fuku, bizden o'tasa hech chiqadi. Ha? Aleykümselam. Yaxshimi? Undan turding bola. Hamda turdim. Meni izlab qolsam-ku. Uyingizga kirsam siz bog'cha chiqib ketdi-da. Ha. Sizga azroq salga nasihat aytishim. Meşatamda. Aqala. Shu mada kelib qara. Qadar ketdi. Men mush yaqinda to'y qilmoqchidim-da. To'y qilmoqchi. Men almoqchi bo'lganmish qizib olaman. Shunda chiroyli. Bu. Shunda tatib qizib ola qara. Lekin mush tas qara. tas. Ha. Shu. Cho'larim deydi. Cho'nglago. Elivermamsa. Ay, chichiq sukadiga yilmi bilan suzgichining chiqimidan qutulsa emasma deydi. Hey, mada qilmoqchi. Meni chaqira. Tosh xotinni olaman deb ori olib chiqim bo'g'icha. Topalsam quliq yo'q. Ikki qo'li, ikki puti yo'qni olsam yaxshi emasmi? Qara dedim bilan. O vaqtda holqa, uzak, soat, pitik paypaqchiligidan qutulsa emasmi bolam? Qada dedim. Amdığını gıdıqlapma boldun. Emdi o cidilin tükkende. Ya mening jidilim unda oson tugmaydi. Men shu buningdan davomlasam qizitmamning o'rlab ketadiganligini bilasan-ku. Savdin ukam. Bo'pti. Ko'ygan yamanmi, ko'ngan debdiki, kunab qolgan xuy. Undan buni davomam. Desin, degine. Ay. Shu o'tganda cho'ng yo'lda ketyapsam, shunda qo'sqim ichib ketdi-da. Qarasam, yo'lning bo'yida bir uyda to'y bo'la o'tibdi. Kirib qo'sqim to'qlab chiqay deb, udul beriblam, qazon beshig'i beriblar. Polo yeyapsam, bir chalda to'yiga kelib, mehmonsiz tonimadim-ku debdi. Men quda tarafdan desam, kechirsiz bu degan sunnat to'y dedi. Ma biraylan bozorga kirib, bir tip ko'chatlar setyapti-da. Uyga kelib, at deganda eshikning oldiga chiqib tikibdi. Keş ettiğin tiki diken, keşte yandırıp ekir kitiken. Ettiğin tiki diken, keşte yandırıp ekir kitiken. Şunun etsi hoşunuz çıkıp, "Mem tahu, nem kalır bu? Ma köçetni künde ettiğinde açıp tikila, keşte ekir kitila, ettiğinde tikila, keşte ekir kitila." Dese, "Em tahu, ma mellan çım tut hoşnan uğur tutma diyen anlamgan ma." Ay şırı bilen buku ultraş kaldı iken de, şunun ultraş başlığında bir saat ötken vaqtda Şir deydiken, ya bu Kafka, sen en yaxşı ultra ve men uyga qayta yengen saqlab qolgan. Dese, "Ey Şir, ma sen degan o'rmon podshohi juma, men nomingga tushlik ish qil. Qanday gap bu baldırlik qochib deysan-ku, qo'qinjoq." Dese, "Ukam, ma bizning uyda enak saqlamaydi, shir saqlaydi juma." Şol bireylarniki qattiq chog'ir tutib ketdi ekanda. "Voychim, Vayçım, vay, emdi qanday qilaman vayçım. Debdiken xotni vay emtaxon ağızlarını açsılar, men qarab baqaysa. Debdiken do qarab. Vay mübarek olsa emtaxon sizlarga o aql chiqibdi desa. Bir nacharlik qilding-da. Desa, emtaxon nim deganlar bu? Bu aql sizga yaxshi gap emasmi? Odamni aqlli qildi. Sen bilma. Desa, unda olsa nim deb xat deylar. Dese, "Maçning sen bilan to'y qilishdan baldiroq chiqmag'ini ochig'im kelyapti-da." Mötverka. Xo'sh. Bugun bu çayxonamizda yigitlarga aytibamiz o naqshini. Shu men bu naqsha aytsam bo'ladi deb bizning qizlarimiz saqlab turdi. Shularni bir beramdoq maydonni. Shunda qilib anglab baqamdi? Anglab baqayli. Bir piyale dolmak
Rahmat. Sizlarga rahmat. Bugun sağan dasturxon Lali degan shirkatning Oppo telefon qo'llagan hamda Kamron bulmaqning. kiyimlarimiz bek isil, mo'tivar bosh agimning. Yumur çakçak anlanla bu çayxanı sizlarning. Kiler hep görseyli. Xayr xo'sh.